Oylik challenge'ning 7-kuni. Ertalab soat 6larga yaqin turib, yuvinib chiqib, keyin esa srazi choyimni ichib maktabga yo'l olishga tayyorlandim. Aytgancha maktabga ketishdan oldingi Get Ready With Me allaqachon profilimda turibdi. Bu yangi yildan oldingi vlog bo'lganligi uchun o'tgan yilgi video va o'tgan yili hamma sinfdoshlarim yangi yilga tayyorlanayotganda men esa mazza qilib o'rtog'im bilan aylanib yurdim ko'chada. O'sha payt qor yog'ayotgan edi va men o'zimning ismimning bosh harfini chizib rasmga ham oldim. Rasmi kerak bo'lsa Telegram kanalimda. Boya ko'chada yuruvdik deb hazillashdim. Aslida biz darsga ham kirdik, lekin darsda 8-9tagina o'quvchi edi. O'shaning uchun bemalolgina mazza qilib o'tirdik. Bu yerda algebradan sinusdan kosinusni mini, kosinusdan sinusni mi ish qilib, u yoqdan bu yoqdan aylantirib bir bolalar qilib kosinus bilan sinusni topishni o'rgandik va men bu yoqda fizika darsida ujme shar o'ynab o'tirdim. Va ha ha ha. Like boss. Bu yerda o'zi katta tanaffus edi va men o'rtog'im bilan stadionni mazza qilib aylanib, gaplashib, chaqchaqlashib, g'iydan olib aylanib yurdik. Keyin esa yana darsga kirdik. 5-soat adabiyot edi. Adabiyot darsida o'tirib zerikib ketganimdan qo'limga bir balolar chizib o'tirdim. Qaranglar, men bu semiz, men bu ozg'in, men bu semiz, men bu ozg'in. Qo'limga chizgan sigma jag'imni ko'rdinglarmi? Keyin esa sinfxonani bezatish uchun sinfdoshlar bilan mazza qilib bezatdik va men o'rtog'im bilan qochib ketdim. Yarmiga ham qolmasdan. Chunki to'garagim bor edi. Men bunday qilib o'xshamagan kadrlarda video olib, mushugim bilan xayrlashib, yaxshilab vidolashuv onlarini qilib to'garakka tayyorlandim va ketdim. Yo'lda ham aytgancha qoida emas, so'z yodlab ketdim. O'sha kun qor very beautiful yoqqanligi uchun chiroyli kadrlarga video oldim. Aytgancha bu videoni oyim ham ko'radi deb kapshonkamni ham kiyib oldim. Talib chalkash ketyapti. Yo'lda esa bitta it bilan ikkinchi itni uchrashuvi bo'ldi va biz o'qishdan chiqdik va men bunaqa chiroyli kadrlar oldim va yana o'sha o'rtog'im. Yo'lda Freshga ham kirib o'tib ketdik va Freshga kirib chiqqanimizcha уже hamma joy qop-qorong'i bo'lib ketibdi. Keyin uyga bordim va o'zim yaxshi ko'rgan chipsni yedim va o'zim yaxshi ko'rgan kinoni ko'rdim va keyin esa yotib uxladim. Hammaga xayr. Obuna bo'lib qo'yinglar, yilda oxirigacha 100 ga bo'lishi kerak.